Savol. Nega ideal hayotda ham jamiyatlar buziladi yoki yo'q bo'lib ketadi? Oziq-ovqat bor, xavfsizlik bor, lekin butun boshli sistema buziladi. Bunga sabab nima? Xuddi bu yuqoriga chiqib, yuqoridan pastga qarab sakragandek gap. Bunga misol ko'pgina aktyorlarni, ko'pgina sportchilarning hayotini keltirsak bo'ladi. Va shunga qiziqib qoldim. Katta sivilizatsiyalar qanday yo'qolib ketgan va uning sabablari nima bo'lgan aslida? Shu haqda olimlar tajriba o'tkazishgan. 1968-yildan to 72-yilgacha bo'lgan oralikda tajriba o'tkazgan. Bu tajribaning nomi Utopiya 25. Bu tajriba shundan iboratki, boshida 8 juft sichqon qo'yib yuboriladi. Bu yerda juda ham ko'p donlar, sharoit juda ko'p, yaxshi va sichqonlar o'sha yerda yashashadi, ko'payishadi. Boshida hayot zo'r kechadi. Hammasi zo'r bo'ladi. Sichqonlar hech qanaqa muammo qilmaydi, lekin vaqt o'tib asta sekinlik bilan bu sichqonlar agressivlashib borishadi va umuman tug'ilgandan keyin ham bolalariga befarq bo'lishadi yoki tug'ilishga uncha e'tibor qilmaydi. Boshida bo'lsa tug'ilish, o'sish jarayoni bittadek pikda chiqadi. Buni xuddi jamiyat tuzalgandan keyin bir chiqadi-yu, yana shundan keyin yo'qolib ketadigandek gap. Xo'sh, bu haqda men qayerdan bildim? Bugun yapon olimi bilan gaplashdim, ya'ni professor universitetda Tokiodagi nima dars berayotgan, shu haqda gaplashdik. Katta sivilizatsiyalarning yo'qolishini tarixi aslida mana shunaqa. Utopiya 25 tajribasiga asoslanib menga aytib berdi. Bu tajriba bu aytganimdek sichqonlarni bitta joyga to'playdi, ovqatlarni beradi. Ovqat, suvdan muammo yo'q, issiq sharoit. 1-2 yil sichqonlar tez ko'payadi, juda ham tez ko'payadi. Va natijada shunday bo'ladiki, joy yetishmasligi natijasida ular orasida ajralish va bo'linish boshlanadi. Bu xuddi odamlarda borku qarindoshlashish va odamlarning orasida pulsizlar qanday bo'ladi? Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni katta sichqonlar, kuchli sichqonlar atrofida boshqa sichqonlar to'planadi. Va bu sichqonlar to'plangandan keyin boshqa kalamushlar bilan urushadi, ularni yerni, joyini tortib olishadi va bu tajribadan xulosa qilib olsak, odam mukammal jamiyatda yashay olmaydi. Chunki bunga misol ko'pgina kinolarda ham aytib o'tganimiz, mana o'zingiz biladigan mashhur kino Matrixa kinosida o'sha yerda quruvchi deganki, men 6 ta dunyoni yaratdim dedi. Birinchisi juda mukammal dunyo, lekin uni inson tabiatiga ko'tara olmadi dedi. Ikkinchidan to 5-gacha bo'lgan dunyoda bo'lsa, azob, uqubat va oddiy hayot shu oralig'ida odam nafsi, odam ya'ni xarakteri tarbiyalanib, o'rganilib ketadi. Bu yerda bo'lsa odam xuddi sichqondek bo'ladi. Sichqon vazifasini bajaradi, matrixa, ya'ni quruvchi uchun. Va oxirgi 6-olam sen yashayotgan olam deb aytadi. Hozir men bitta narsaga hayron qoldim. Agar bu olam matrixa olam bo'lsa, agar biz shu yerda yashayotgan bo'lsak, demak bizga chiqish bor. Va albatta bu bor. Eng qizig'i, bu hatto bizning dinimizda ham aytib o'tganki, bu dunyo o'tkinchi dunyo deb. Va bunga 100% misol mana shu biz turgan joy, biz turgan jamiyat, biz turgan atrof muhit umuman biz o'ylagandek emas. Masalan, har bitta davlatni tashqaridan qarasangiz juda chiroyli, farovondek ko'rinsa, ichkaridan u davlat yemirilib ketyapti. Masalan, oddiy misol Yevropa. Boy, madaniyati kuchli hisoblanadi, lekin ichdan asta yemirilib ketyapti. Bunga misol Xitoy, Koreya, mana men turgan hozirda Yaponiya. Chunki bu yerda aholi soni ham xuddi men boyaga aytganimdek Utopiya 25 sistemasiga asoslanib, mana shu jamiyat asta yemirilib ketyapti. Shu ketishda bu jamiyat yo'qolish xavfi kundan kunga oshmoqda. Lekin jamiyat qancha mukammallashsa, odam shuncha tamballashadi. Bunga yana oddiy misol o'zimizdan, eskida masalan, meni o'zimda hayotimda kelib chiqib aytsam-da, opam, buvimlar qo'lda kir yuvishardi. Haligacha eslayman. Qo'lda kir yuvishardi, idishlarni qo'lda yuvishardi. Hozirda bo'lsa agar hech narsa qo'lda yuvilmayapti. Hamma narsa mashinalashib ketdi. O'tgandan ham keyin ham uni stralniy ichidan olishga erinamiz. Nima demoqchiman? Insonga qanchalik qulaylik berilsa agar inson shunchalik tamballashadi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Bu jamiyatda mukammal hayot tarzi yaxshimi yoki kamchilik bilan yashash yaxshimi?